oylikdan 1 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun rivojlantiruvchi o'yinlar. Bunday o'yinlarga men bolangizning barmoqlarini rivojlantiradigan, uning hissiyotlarini teginish orqali aloqa qilishini, mayda motorikasini rivojlantiradigan barcha o'yinlarni kiritaman. Bu esa kelajakda bolangizning nutqini rivojlantirishga yordam beradi. Juda kichik bolalarga men ignali to'plar bilan o'yinlar va taqlidiy o'yinlarni taklif qilaman. Shuningdek, odatda biroz kattaroq yoshdagi bolalarga tavsiya etiladigan artikulятsion gimnastika elementlaridan ham foydalanish mumkin. Lekin baribir mayda elementlardan foydalanish mumkin. Aynan artikulятsion gimnastika kelajakda bolangizning artikulятsion apparati mushaklarini mustahkamlab, bu ham bolangizning nutqini rivojlantirishga yordam beradi. Bugun men sizga ignali to'plar bilan o'yinlarni taklif qilaman. Ular turli xil tuzilishga ega bo'ladi. Bola qancha kichik bo'lsa, to'pni shuncha yumshoqroq ishlatamiz. Va bola qancha kichik bo'lsa, o'yin ham shuncha ko'proq taktil tarzda o'tkaziladi. Ya'ni, agar bolangiz hali juda kichkina bo'lsa, uni quchog'ingizga olib, kaftini ochasiz va to'p bilan o'zingiz kaftini massaj qilasiz. Bu paytda siz o'zingiz she'r yoki qo'shiq o'ylab topishingiz mumkin. Agar bolangiz allaqachon o'tirgan bo'lsa va sizning oldingizda bo'lgan holda siz bilan to'liq o'yin o'ynay olsa, ajoyib. U sizning harakatlaringizga taqlid qiladi va qo'lini massajlashda kelajakda so'z va harakatlaringizni sizdan keyin talaffuz qiladi. Endi men sizga eng oddiy mashqlardan birini ko'rsataman. Tikanli tipratikan dumalab kelmoqda. Bosh yoki oyoq yo'q. Men uni oldinga aylantiraman, orqaga aylantiraman. Men xohlagancha o'ng va chap. Raqsga tushishni biladi. Qo'limdagi har bir barmoq meniki. Keyin ikkinchi tutqichni massaj qilishingiz mumkin. Kelajakda xuddi shu o'yinlar siz va bolangiz uchun she'rlarni yodlashda ajoyib yordamchiga aylanadi. Ammo endi chaqalogingiz hali gapirmasa ham, u sizning harakatlaringizni, imo-ishoralaringizni takrorlaydi va his-tuyg'ularingizni eslaydi. Endi men sizga har bir ona o'z farzandi bilan uyda takrorlashi mumkin bo'lgan oddiy o'yinni ko'rsataman. Hamma oshxonada ovqat pishirishni yaxshi ko'radi. Va bugun biz qo'shimcha narsalarsiz pishirishga harakat qilamiz. Keling, kompot pishiramiz. Biz kompot pishiramiz. Bizga ko'p meva kerak. Bu yerga olmani maydalaymiz, nokni maydalaymiz, limon sharbatini siqib chiqaramiz, olxori va qum qo'shamiz. Biz pishiramiz, kompot pishiramiz, halol odamlarni davolaymiz. Farzandingiz siz bilan bu o'yinni o'ynashdan zavqlanadi. Tekshirib ko'r. Ushbu o'yinlar sizga va chaqalogingizga qiziqarli tarzda rivojlanishiga yordam beradi. Birgalikda o'ynang va rivojlaning. Bu birga qiziqarli.